Assalomu alaykum. Demak, bu darsimizda risovanie instrumentlarining birinchisi atrezik haqida gapirib o'tamiz. Atrezikni chizish uchun shunchaki uning ikonkasiga bir marta bosamiz hamda atrezik komandasi aktivatsiyalashadi. Bu paytda bizning kursorimiz yo'qoladi. Uning o'rniga mana bunday plus belgisi paydo bo'ladi. Bu bizlarda hozir atrezik komandasi borligini bildiradi. Bironta komandani belgilab turib, boshqa komandaga o'tish uchun atrezik komandasi borligini bildiradi. Hamda bizlar chizishimiz uchun ekranni bironta joyga bosamiz. Hamda bizlardan ikkinchi nuqtani so'raydi. Hamda ikkinchi va keyingi nuqtalarni chizishimiz mumkin. Bundan tashqari chizishning koordinata usuli mavjud. U koordinata o'qidan hisoblab, komandni strakaga bizlar koordinatalarini bosish orqali chizishimiz mumkin. Bu haqda keyingi o'zining darsida gaplashib o'tamiz. Hozir esa atrezikning boshqa opsiyalarini ham ko'rib o'tamiz. Birinchisini ko'rdik, atrezikni olamiz hamda chizib o'tamiz. Hamda chizishimizni tasdiqlash uchun, chizib bo'lganimizni tasdiqlash uchun Enter yoki probel klavishasini bosishimiz kifoya. Probel ancha qulay hisoblanadi, chunki bizlarning chap qo'limiz har doim klaviaturada turadi. Shuning uchun probelni bosaman. Bundan tashqari bitta komandani belgilagandan keyin uni, ya'ni atrezik chizishni masalan hozir xohlamay qoldim. Escape tugmasini bosishimiz kerak. Escape'ni bossam yana menga kursor ko'rinadi hamda boshqa instrumentlarni belgilab o'zimni ishimni davom ettirishim mumkin. Bundan tashqari, misol atrezikni belgilab turib, birdaniga menga kuruk chizish yoki poliliniya chizish kerak bo'lib qoladi. Bunda men Escape'ni bosmasdan turib, shunday poliliniya yoki kurukni ustiga bossam agar, birdaniga kuruk komandasi aktivatsiyalashadi. Mana bunday tarzda. Bundan tashqari, atrezikni tanlaganimda bironta joyga bosib, tomonni ko'rsatib, o'sha tomonni ko'rsatib raqam yozsam agar, misol uchun 60, bu birdaniga komandni strakaga yoziladi hamda enterni bosgan paytimda meni chizig'im 60 mm uzunlikda chiziladi. Mana bunday tarzda. Boshqa joyini ko'rsatib, misol uchun 20 qilsam, o'sha tomonga qarab 20 miqdorida chiziladi. Bundan tashqari, hozir misol uchun orto rejimini yoqaman hamda qaytadan chizib, misol uchun 50 hamda pastga 50 chizib, bunda menda mana bunday ikkita sub opsiya paydo bo'ldi. Birinchisi bu zamknut. Zamknut qilgan paytimda, masalan, boyagi chizilgan boshlang'ich nuqtamga qarab ikkala chiziqni bog'laydi. Ikkinchi sub opsiya esa bu atminit qilingan eng oxirgi nuqta bo'yicha atminit qiladi, ya'ni chizishni ketkazadi. Mana bunday tarzda. Buning boshqa yo'li ham bor, garachi klavishi, ya'ni buning o'rniga bizlar ko'proq garachi klavishi ishlatamiz. Ctrl Z ni bosish orqali oxirgi chizilgan chizmamizni yo'qotib, ya'ni bir qadam orqaga ketishimiz mumkin. Bundan tashqari, misol ba'zi paytlarda siz biron atrezik yoki obyekt chizasiz. U chizma bo'yicha juda mana bunday kichkina hajmda yoki juda kichkina masshtabda bo'lib qolishi mumkin. Siz orientatsiya qila olmaysiz ekranda siz qayerga joylashganingizni. Bu paytda mishkaning aylanachasini 2 marta ketma-ket bosish orqali siz hamma chizmalarda nima bo'lsa, o'shani ko'rsatish imkoniyatiga ega. Misol uchun 2 marta mishkani aylanachasini bosaman hamda menga hamma chizmalar ko'rinadi. Bu dars shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.